Benim ismim Adam. Yetler Padişahlığının şahzadesi. Bu yerde Sırlık Galisgar kalesi var. Bu yolvas benim en yakşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşerini çıkırıp katlıkta olayım. Balık bu çağda yolvas, eriş yolusu aydınır. Ben Heymen'ge, alemdeki en kudretli Adem'ge aydınır. Benim özgürlük sırrımni dostum Şadutberi son sırız. Yasağı ve o küçükşiri bilir. Biz birlikte rezillik mendiği İlantar Kalesi'ni kayıt olmasına bile köreş kılırız. Ödünü kolay dana skelişa. Bana yeni bir kıtım fırsat belki. Ödünü kolay. Beni ilandığını koğulu etme. Skelişa, ödünü kolay. Ağzını yum, uzun yolluk kalma. Ben senin yalvarışa valaklaştırığından toydum. Endi bir yerde lazımın yoktu mu? Tez yok ol. Kan çırak kessen üçüncü yakşı. Ey, Osman'dan hatalık zannime. Eşnime. Skelişah onu Heymende köp yığılıp bağallığı, onun üstüge çırayı yakmağallığı üçün şundak kıldı. Xudağa şükür, şu cağdayını sen uyar demez gelsin. Senin kamçan, Osman. Skelişah. Ahire senin ornunu dili yok olsun. Yok ol. Senin sert çırayınla dertligeni közem kör müsün? Yaxşı. Ben yeni qaytıp gelime. Bırak, ben yeni gelime. Bildin Ha? Yeni qaytıp gelemisən? Özenli karametini sana uğuptan göz koyma. Sen de en ahırsız görmedin. En ahırsızı! Bu yerde barlık esvaplasına kılınıp oldu. Can maşinisi mi tayyor oldu? Padişahın itlerini közünün köçesini kütmekte. Pek yaxşı, biz kaçar yalnız çıkıp gelmeyiz. Ha biz bağmayınız. Padişah özü haydap yalnız yola çıkıdı. Fakat ben onun hemrahı olma. Yani onun en yaktırdığın en kudretli palvanı billi oludu. Ahay. Adını sorsa adam? Elbette, onun benim hafızaçılıkı belgelişini metkılımı. Adıl babaptı. Memnun var men. Hakik bağ keldiğinim men. Senin en yakşı yardımın bu yerden jırah duruş. Lekin men sizlerge hiç qanday xabarchilik deb bermayman. Hadi bering. Ya! Oko. O işçi sonlup kaldı. Ben çıkıp gideyim. Ben çıkıp gideyim. Qaysi to'p tutmuş bo'lib tushadi? Menimce biz yardım verişimiz gerek. Nemi iş oldu ya sağ ol. Can maşinistinin bel çatakları tüyümetli. Yine el kırık etti.
mashinasi. Men Xeyman. Darhol barliq harakatini to'xta. Tushundim. Xeymanlik isbotladi. Barliq harakat to'xtasin. Mashina harakatini to'xtadi. Xotirjam bo'linglar. Sen daim başkalarına yardım verişini yaxshi ko'rsa, qani, marhamat. Oo, palakshima. Men uni yasab qo'yishim mumkin. Xeyman, men sening o'qini qanday qutqizganligingni ko'rdim. Qaltis botirlik qilding. Rahmat sizga oliylari. Odam yaralanmaganga baxo'shal bo'ldi. Etnir uchun ko'p kuch chiqarding yigit. Biz bilan bir sapda turganligingdan faxrlanamiz. Rahmat oliylari. Xeyman, sen padişahın muhabbetçisi bo'lalam ekansan. Neymiş bo'lamaydi ekanman. Biroq ba'zida u sendan ancha zo'qlanmaydi. Sen bilirse, şahzada adam bo'g'anligim uchun parvosiz qiyofat kirib olib maxfiyatimni saqlayman. Albatta, dadamning qobiliyatimni ko'zga ilmasligini xohlamayman. U bularni bilsizlar bo'lardi-ku. Adam, Yasavul. Men bugun sizlarga o'zim belgilagan muhofazachilarimni o'qtirib qo'ymoqchiman. U yigit mening bir necha qitim maqtashimga va xalqimning ishonchiga erishdi. U kuch-quvvatga ega Xeyman. Xeyman? Yasavul, sen ko'p qitim Xeyman bilan qalbirkam qarashgan. Hozir uning bilan tez aloqalasha olasan. Albatta bo'ladi oliylari. Lekin meningcha ziyoratga menimi birga olib chiqsang bo'ladi dedi da. Shundaqmi, adam? Biroq sen azaldan siyosiy ishlarga qiziqmaydigan tursang bolam. Mening bu qitimqi ziyoratimga tajribasi mo'l ham ishonchli muhofazachi kerak. Ben tushundim. Kayfiyating boshqacha-ku. Men sana yordam bera olmaymanmi? Uzundan beri men Xeymanning qudratini saqlab keldim. Lekin maxfiyatlikni saqlash uchun odatda hammishqa parvosiz qaraydigan va mas'uliyatsiz qiyofatga kirib oldim. Men bu niqobimni ep tashlasam, dadamni mendan faxrlansimikin deyman. Senin qiynalıyotganligingni tushunma. Adam, sen cho'qim kuch-qudratingning majburiyatiga mas'ul bo'lishing kerakligini tunig'in. Agar Xeymanning iskilitcha va boshqa dushmanlari bu maxfiyatlikni bilib qolsa, ular sening va oilangning xotirjamligini buzadi. Men oilamga avorchilik deb berishni xohlamayman. Dadamga maxfiyatligimni demaymi, uni qoyil qila olmayman. O'ylig'ining bo'yicha ish qilsang xatolashmaysa, adam ehtiyot qil. Acayip bir nas bastı. İskelet şahını şunca yıl capa çekip küssem mi? O beni rahim kılmazsan koğulap çıkardı. O iskelet başlık abla nemi için beni halgan cahidiri dedi o. Ben yanını bozmam şundak o. Bağırlık hayvanlarının dayısı. Bu sen mi bastı? Bana o meyvini üzüp be. Erkütün çakar olsun. Ben emniyetki yüzleşim gerek. İlan diyini ağ diyerek kılmasam hiç işini başka elip çıkamayım ben. O ne ne? Ha? Ben yanına Xeymanni muhofazachi qilishni loyiq ko'ryapman. Lekin dada, agarda kelgusida podshoh bo'lsam, davlatni qanday boshqarishni o'rganishim kerak-ku. O'zingni tutib ol adam. Bu bir muhim sayohat. Bu chog'da ba'zi masalalarni muzokara qilishga vaqt yo'q. Bilaman dada, sen bana ishirib qolasan. Podshohga muhofazachim yo'q ki. Agar tutib ola olsam, iskili shah mening qaytib berishimni cho'qim qarshaladim. Bu yoqqa kelinglar, jangchilar. Jangga tayyorlanaylik. Aldinglarmi? Bu yoqqa kelinglar. Dur! Sizning birinchi bekitiniz nerede Yasavul? Bu ormanning u tarafidagi Derestor shahri. Yana bir necha soatdan keyin yetib boramiz. Nima ish bo'ldi? Hayvonzochi. Ular bizning motorni buzib qo'ydi. Ilgirlanmaydigan bo'ldik. Hech amal qilmadik.
Ciddiyleşme dada. Ulanın adamını üzem verme. Adam, to'xta, qaytib kel. O to'g'litish nuri ularni cho'qim yo'qotalaydi. Boyliq qo'rqincha odam shahzodi bu. Qandoq? Meni qo'yib bosman, bo'lmasa baka alamda qolasan. Xafa bo'lma, shahzoda. Sen alamda qolasanmi-ki? Endi dadam qutulanmaydi. Xon o'rdisidagi barliq oltinlarni bugun kechda ilondaga yo'tkab beringlar. Mening buyrug'imni anglanglar. Bu podshoh endi Iskilit shahrining zindonidan mangu chiqolmaydi. Meni qo'yib o'tingmi? Dada, sen biz bilan bilmangma. Uqdingmi? Sizlar turib tursanglar, ondan erkin bo'lalaysizlar. Qılmangsızlar, hürmetlik alidir. O uzun yumluq maxluq. Sen yaxshi aqlatga qolmaysan. Kim bana dostqılık qila olaydi ekan? Eliqqa alganmas o'g'lingmi? Bugun kechda o chiqqanda uni tutib boqolmay, sening oltinlaringni elib olaman. Maxluq, agar uni bir talmoyga tegirgan bo'lsang, sen bilan Iskilit shahrida ko'rishsizlar. Tajovuzchilar! Bosman yana qaytib ketdi. Sen yana nima qilg'ili kelding? Qayerjon tashlab qolma, bu men. Menda shah qochish qilib Bosman. Men Iskilit shahga kichikgina sovg'a olib keldim. Iskilit shah sening qaytib kelishingga cho'qib qo'shiladi. Ilaqir Iskilit bosh navkatdi. Uni kim biladi, ha? U hayotlikqa buzg'unchilik qiladigan bir ishni qilish uchun olamga ketdi. U boshqalarni boshlab ketdi. Bugun navbatchilik menga keldi. Undaq bo'lsa, biz mehmonni so'lab qo'yaylik. Ondan mening kelganligimni tabriklasam qandoq, ha? Nahayt yaxshi. Yaxshi qoldingmi? Men hech nima bo'lmadim, lekin podshoh u Bilman. O Bosmanning tutquni bo'lib qoldi. Nemishki shu chog'da xiymaga aylanmaysa odam. Dadamga mening botirligimni ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Mag'lub bo'lishimni o'ylamoqdimi? Man qara bola, sening xiymanning qudratiga erishishing boshqa maqsad uchun emas, faqat boshqalarga yordam qilish uchunlar. Sening xiymanning kuch-qudratiga ega bo'lishingni o'z xo'jaliging uchun deb qilib bo'lmaydi. Tushundim. Qanday qilishimni o'zim bilaman. Sen bu yerda qilib jang mashinasini yasab turgin. Hech nimadan ansirma. Ularni o'zim taqobil turaman. Seni götüremedim. Sen Iskilit shahrining eng ko'z ko'ringan polvoni, Rashundaq Bosman. Men sening qaytib kelganligingga hayron qoldim. Sening burunga amrimni o'stirish kerak. Aldırmakçımıza, seni uğurlaştırış koygan kişi ahmak, beni kallama adam. Sen bir hesap aldın mı? Ya, o senin hıyalın. Delteraklar karavul.
Andesha, siz bu yerdimi? Xatolaşmagandimi? Men bu yerda xiyman. Ha? So'sishning bo'g'ini nayt yaxshi bo'ldi. Asta alayveri. Taleyleri bak. Ben sizni qutuldurup ular sezib olguncha bexatar joyga ilib boray. Ondan biz. Signal verildi. Podshoh, u qaytibdi. İskele Şah'ın uçurgan maşina adamı uçup bilaraydı. Yani bir erginlikten östekle çıkıp dediniz. Nasıl bulunlar bu yerde çıktı demeysizler. Ulağı üzem takabul turay, aleyleri. Nima? Men bu fursatni qo'ldan bermanmi? Men odam bilan yasovulga yosh vaqtimda bokschi ekanligimni aytmagan. Hozir odam ko'rsa hayron qolmasmi? Shundaqmi? Albatta. Men ömrümde bundaq yurak urush baxmagan. Yaş vaqtimdikidek kuchim bormi yo'q? Bir ko'rib baqay. Bosman o'g'lim qizni yan yetkizmagandi. Yo'q, uni ayt yaxshi. Men balamni suyman. Sen bilsan, ba'zi chaqlarda uningga sal qattiqlik qilaman. Biroq uning ko'nglimni tushunishini umid qilaman. Oti bo'lgan odamning o'g'liga men seni suyman deyishi bek tas. Adamning bu so'zni nihoyat ta'sir deydigan vaqti bo'ladi, aleyleri. Sen kaçamaysan kalvala. Benim kalbim meyvemle yaklaşmak mı? Hemen. Bak qiziqarlik gap, bak qiziqarlik. Bundaq o'g'irliqchi boshqalardek yasnib olish ancha yaxshi emas-ku deyman. Alloh o'zimizni bir tetib qo'yayli. Biz ma'ayli hurmatli aliyleri, adam sizni ko'rsa cho'qim qo'sh bo'ladi. Ey Bosman, sen yeni yıkıldın. İskele Şah bilip kalsa, sende tekip öğrenciydi o. İskelet Şah, sence ben aşı iskeletten mutlası bu üç iş kılandım ben? Ha? Eğer onun sen çırağını zadını görmüken bolsam, benim taliyim uğdu gelgen bulattı. O uzun yolak bak. Hazır senin tiranı tədir saymışsan olmaydı. İskelet padişahım, beni düşündürüşümle Allah. Davut. Lekin evvel beğenip hakiz tazla. Sen mi bağım orman? Tez bul orman. Hop. Başkanızda ümit kılma. Döktü Allah. Benim balam koydu. Hazırlı tazılay. Bu mu üyümü kaytıp gelgen gıla okşaş. Qaraganda bu jang mashinasi hayvonlar sayisiga uchrab qilib bizga xatar keltirgan bo'lsa-mu, lekin cho'ng ziyon tatmabdi. Hayvonlar sayisi intayin g'aljidashgan bo'lsa, lekin siz hech narsa bo'lmabsiz. Menga rahmat aytish kerak. Sen uningdan o'rgan odam. Meningcha men hammani gün bo'ldim. Bu nima deganing odam? Hech nima dada. Men burun boksyorni yaxshi o'ynaydigan, hozirmi kuchli bo'lgan kishiga o'xsham demay yo'q. Yo'q, o'xshamaysan. Ha? Bu nima degani? Yo'q, bu mumkin emas. Bugungi hikoya ota-onaning bo'lsin bo'lgan muhabbati to'g'ri so'zlangan. Men ayta olamanki, bu dunyodagi hammaga tirqishlik hissiyot.
Bundaq tabiiy hissiyotni har qanday kishi o'zgartirolmaydi. Balkim odamning dadisiga o'xshash sizning ota-onangizmi seni so'yman degan so'zni o'ng'ayliqcha deyolmasligi mumkin. Shundaqdimi siz ularning sizni yaxshi ko'rdiganligingizni ishoning. Siz qachon eng oxirgi qitim ota-onangizga sizni so'yman degan